Assalomu alaykum Islomjon uz kanal obunachilar, YouTube chorva ishqibozlar obunachilar, mana sizlarga o'zimni mini fermani videosini qilyapman akalar. Hop, bir dona toza qoldi semental sutga to'yib chiqqan akalar, bitta buqamiz bor akalar, mana shu buqamiz akalar. Ko'ringlar akalar, manzil Namangan viloyati, Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida akalar. Ya'ni o'zimni fermamda akalar. Ko'ringlar akalar. 100% toza qonlik semental buqacha akalar. Yetarlicha to'yib chiqqan buqa. Polvonligi ham o'ta polvon. Jonivor mana akalar, ko'ringlar. Buni sotdik hisobida, endi prosta hozir bir ikkitasi pul qilib bera olmadi. Ko'pchilikka ishonib qoldi akalar. Buni ko'ringlar akalar, turibdi hali ham. Oluvchilar akalar, misol pul qilganlar, misol realni akalar, misol qiziqing akalar mana. Bir dona omalar. Bir dona, mana uni so'ramayman, o'zimni sigirimni bolasi, buni sotmayman. Bundan katta akalar, bu polvon ham mana akalar. Rossiyasi akalar, ko'rsini mana o'zimdagi biz o sigirimni bolasi, oldingilarda ham chiqqan. Bu. Mana akalar. Ha, yana akalar mana. Oldinroq video qilgandim. Kuzatib boradigan obunachilar mana akalar, biz uni oyog'ini ko'ryapsizlarmi? Ancha tiklanib qoldi jonivor. Mana narginisi o'najincham. Mana oyoqlari ancha tiklanib qoldi akalar. Faqat sabr, o'sha uzog'i bir oyda to'g'rilanib ketadi biz o deganim. Shu akalarga o'zimdan o'zim gapiravermayman. Mana shu biz uni olib keldim, mana oyoqlari tiklandi. Ammo 100% tiklanmadi. Endi mana o'zingizga baho beringlar qisqasi akalar. Misol 5-6 kunga videoni oldimgi videoni ko'ringlar, bu biz uni holatini ko'rasizlar. Nargi 1 oylik, nargi 2 oylik. 1 oylikdan farqi bor, vali sigiri tagiga qo'shib chiqargan buzovlarim qisqasi akalar, mana shular 3 tasi. Endi ma'lum boshqa akalar. Mana katta polvon akalar. Misol 5 oylikdan o'tgan akalar. 5 oylikdan o'tgan. Bo'ylari 1.5 ga olaverasizlar, 1.5. Misol kelib kichkina ekan, katta ekan emas. Bo'yi 1.5 ga olinglar tamom akalar. Misol balkim 1.3 chiqar yo balkim 1.7 chiqar. Ama yuvosh, o'ta yuvosh akalar. Misol mana biz o 20 million so'm bo'lyapti. Misol o'sha holatda mana 5 oy chiroyli boqilgan buzovchi qisqasi. Novvoscha. Ama o'ta yuvosh. Odamlar o'ynashaveradi, kelaveradi, o'ta yuvosh. Bittaligi ishqibozchilikka tashab qo'yib boqaman, kelganda yuvosh bo'lsin, silab haligi silab yonimga kelsin, silasin, chiroyli mol bo'lsin haligi deganlarga akalar tavsiya qilaman akalar. O'ta yuvosh. Kamdan kam chiqadi bunaqalar. Misol hammasi ham emas. Misol mana shu 3 ta buzovimizda o'sha bittasi o'ta yovo'yi, narigi yuvosh. Misol mana ham endi sekin nima bo'lyapti. Qaralgan, chiroyli silab qaralgan, ana shunaqa bo'lgan qisqasi akalar. Yuvosh bo'lgan. Akalar narxi qizig'i, kimga qiziq bo'lsa akalar, 28 million so'mni tepasiga kim foyda bersa akalar, aloqaga chiqing akalar. Misol buqani 32 million kami bor, 35 million kami bor deyish yo'q. Misol men ham savdolashganicha xushtim ham yo'q, narsalar ham yo'q akalar. Misol kim foyda bersa, misol 28 tepasiga chiqib akalar, aloqaga chiqing akalar. Biz o'shanga yarasha, o'shanga arziydi. Misol 30 million, 35 millionga ham kelsa arziydigan buqa akalar. Sababi buni tagida o'ta katta mehnat bor akalar. Misol shunchaki boqib ham g'arib qilib, qonini chiqarib, michal qilib boqilgani ham bor. Plus zo'r boqib qo'ygan nimasi ham bor. Misol 5 litr, 7 litr sut bilan bu holatda kelmaydi. Misol buzo yetarlicha sut ichgan mana. Mana buzovni ham sutdan chiqarib olib xarob qilib yuborishi mumkin. Sut to'ydirib mashg'ulotga ham keltirishi mumkin. Qarang, egizakka o'xshaydi jonivorlar. Shu sotiladi akalar. Men uni sotaman akalar, faqat avgust oyida sotaman nargilarni. Sababi ichi 5 oylik, 6 oylik bo'lsin, bu 4 oylik bo'lsin. Keyin sotaman, sababi hali kichkina. Vosh. Shuna akalar, ko'ring akalar. Zo'r. O'ta zo'r akalar. O'ta zo'r. Sifati zo'r. O'zi zo'r akalar. Yeb ichishi zo'r. Hamma tomonlama umuman muammosi yo'q bu zo'r akalar. Faqat ovqatdan sal tejasizlar xolos, sababi ko'p yeb qolgan jonivor.
Nimaga? Haligi odam zotiga har xil variant qilsang, har xil tushunmagan odam ayb topaverar ekan. To'g'risi, misol akalar, misol o'sha odamlarga tegib ketayotgan, sizlarga misol ba'zilarga tegib ketayotgan bo'lsa, xafa bo'lmanglar. Misol ba'zi odamlarga tushunmagan odam juda nima ekan akalar. Bir uni olib kelsang, unaqa ekan deydi, buni olib kelsang, bunaqa ekan. Qisqasi, yoqmagan qimmat yoqmagan odam ola olmaydi akalar. Bularni olib boqa olmaysizlar. Misol boqadigan odamni boqib yurib keraksa 5 million, 3 millionlab petida ham olib boqishdi. Mana hozir keraksa $2000 ga olib ham boqishyapti misol. O'zimga o'xshagan ishqibozlar boqishyapti akalar. Hammani ham nima emas-da bu narsa akalar. O'shanchalik akalar qimmat tuyulishi mumkin. Kerak bo'lsa bundan kattasini olib kelib beraman, bundan o'rdaniga to'g'ri beraman akalar. Keladi. Faqat bilan buni farqi yo'q. Meni ovozim katta edi, munchaga sotdim, patta bunaqa. Akalar, u noto'g'ri narsa. Misol bu bilan buni farqi haligi gavda bilan gavdani solishtirib bo'lmaydi. Misol hammasi simental, mana shu yerda simentallar hammasi simental bo'lsa, sifatda farq bo'ladi. Misol oddiy misol xashakini ham sutga to'ygani bor, to'ymagani bor. O'shanda ham farqlasangiz bo'ladi, lekin narx-navosi bozorga sutga to'ydirib olib chiqqani falonchi pul, to'ydirmagani falonchi pul. O'sha holatdagi buqa akalar. Endi xohlaganlar savdolashaman deganlarga 32 million kami bor. Yo uka, sen lavzingga, gapingga ishonaman deganlar, misol 28 tepasiga kim yursa akalar, buzoga aloqaga chiqavering akalar. Mana shu buqaga. Quloq ballar raqami o'zim taqib berganman shuni ham 2099 akalar. Ballar raqami. Nimaga? Xudo xolasa gibrid so'raganlar ham aloqaga obuna bo'lib turing. Xudo xolasa gibridlarni ham olib kelamiz yana. Mana o'zimni buqachaman. 25 million shu o'zimiz kuzatib borchi kelgan, mana shu molxonam kelgan akalar qilganlar mana. Ko'rgan bo'lsangiz aka bitta kommentariyaga yozib, like bosib qo'ying akalar. Mana shu buqani ko'rgansiz, bundan kattalarini olib ketganlar, misol kelib ko'rganlar. Undan ancha katta mana bu buqa. Polvon. Ko'ringlar akalar.